Anibla.uz birinchi uz fandab. Telegramdagi Amedia TV uzga qo'shilinglar. Sana o'rnayan. Bizga o'xshaganlarning yonida. Nima sandayam? Qora kristallami? Esingda bo'lsa, menga bitta kit usul qilish berganding. Nimaga yig'layapsan? Kechir. Shunchaki seni topganimdan xursandman. Biz birinchi marta uchrashganimizda bunga shubha qilgandim. Lekin baribir to'g'ri o'ylagan ekanman. Sen bilan uchrashdan anchadan beri xolayotgandim. Ha, e'tibor berma. Men sana ichimdagi haqida gapiryapman. Ichimdagi haqida deyapsanmi? Bu qora kristal haqida. Shuni deb ketib so'li qilishlarni ishlata olmading, to'g'rimi? Men bilan ham shunaqa. Sen orzuyini bo'lishgan odamlaring seni ortda qoldirib ketishadi. Lekin hech nima qila olmaysan. Chunki baribir ham qilichsiz jang qila olmaysan. Sen hammasi shu bilan tugashini xohlamaysan-ku, to'g'rimi? Kuchliroq bo'lishi va jang qilishni xohlaysanmi? Ha. To'g'ri aytyapsan. Unda men qanaqa kuchliroq bo'lishim mumkin? Buni bir yo'li bor. 噛み砕き進め下克上いざここから駆け上がれ Break on 出る杭打っては排除生きづらい That's well ただ一つ揺るがない何かを誰かが笑う夢約束を語れたなら手にする常識はただの固定概念想定外がつきもの多数決で正義が決まるなら僕らは悪かも型破り不屈の精神刻め Just now Break up mother Break up mother Break up mother 遠くても Bye 駆け引きよりも限界突破 Break a mother Break a mother 隠してる会心の一撃敵の召されたって何度でもステップバッセンだ酸いも甘いも噛み砕き進め下克上いざここから駆け上がれ Break on Ikkinchi qism Obsidian mabudasi Men nima qilsam ketib so'li qilish ishlata olmayman. Qani gapir. Qora kristallarni qabul qilishing kerak. Shu bilan tamom. Qanaqa qabul qilishim mumkin? Aha. Qora girdob sinov vaqtida u seni o'ziga tortdi va sen bundan xushini yo'qotding, to'g'rimi? Sen shunchaki buni tanangga singishiga va seni egallashiga qo'yib ber. Va shunda sen kuchli bo'lasan. Kuchli bo'lamanmi? Qanchalik darajada? Shunchalikki. Shunaqa qila oladigan darajada bo'lasan. Nima edi bu? Bu o'lkan chiquvli qaydan paydo bo'ldi? Qora kiyimdagi odam buni bir zarbada qildi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Sen kimsan o'zi? To'xtachi. Bu ko'chkichi so'li qilishlik emasmi? Bo'ladi, qilich sinovdan tezroq o't. Va keyin sen o'zing kit so'li qilishga aylanasan. Kit so'li qilishga aylanaman? Nima haqda aytyapsan? O'ylagandimki shunchaki qilishdan foydalana olmayman deb. Men bu haqda gapirmadim. Sen qilishni ishlatmaysan, sen o'zing qilishga aylanasan. Axir ko'rsatdim-ku, qanaqa kuchli bo'lib ketganimni. Sen qanaqasiga bo'lish mumkin emas. Ha, sen men uchun noyob topilmasan. Qora kristal bilan senga ketib so'li qilishning umuman keragi yo'q. Senga nima bo'lgan o'zi? Men qurolga aylanamanmi? Nima sen aqldan ozganmisan? Qiziq, sen aqldan ozmaganmisan?
O'ylagandimki sen kuchliroq bo'lisha olasan deb. Va sen epli olasan. Nima farqi bor, qurolmasan yoki odammi? Qani bo'l. Hech qachon. Men bunaqada konservativ Sugumi bilan bo'lmayman. Tushunarli. Unda nima qilamiz? Bizda do'stlaring ham qurolni bir qismiga aylantirsak, shunaqa qilsak bo'ladi. Va sen yolg'iz bo'lmaysan. Hozir hammasi tog'ga ketishyapti, to'g'rimi? Xo'y, nimani o'ylayapsan? Ahmoq! Qilich uchun runani shotdan olamiz. Qani tush. Tog'ga chiqishni davom etamiz. Kesinglar eng tepada ekan. Godzilla, biz shoshmasligimiz kerak. Nega tushunging kelmaydi? Boshqa bo'lsalar o'ldirib qo'yishdan oldin biz o'ldirishimiz kerak-ku. Nimaga? Sen birdaniga bunaqa shoshilib qolding. Va yana biz Musashini yolg'iz qoldirdik. Bu shafqatsizlik emasmi? Hammasi joyida. Biz unga qanday yordam bera olardi agar u bilan qolganimizda ham. Unga nima bo'lgan o'zi? Men ham ketib to'ylar qilishdan foydalanyapman. Sen ham qachondir foydalanasan, dermidim? Agar shunaqa qilganimda u bilan battar qilgan bo'lardim. Shuning uchun tepaga chiqishga shoshilyapman. Kesini kuchsiz joyini bilib. Va Musashi qachon o'ziga kelishini kutaman. Lekin agar Musashi taslim bo'lsa-chi? Eslaysanmi? Uni qora avrasi tufayli Kititsuni ishlatolmagandi. Va bu noyob holat. Kim o'zi unda Musashi? Balkim u rostdan o'sha afsonaviy yuz o'girlaganlardan bo'lsa, o'ziga xos odamlardan. Buni eshitgan paytimda tushungandimki, aftidan u noyob kuch egasi bo'lishi kerak. O'ziga xos oiladan. Menga ayt, axir do'stlarmiz-ku. To'g'ri aytyapsan. Nimadan boshlasam ekan? Musashini qattiq tug'ilganini bilaman. Tatsuyama yaqinidagi Kottakon yaqinida tug'ilgan. Uni ostida esa do'konlar va uylar, maktablar ham bor edi. Va yana eslaymanki, u yerda juda ham Kottakon. Dala bor edi, u fermerlar oilasidan edi. Fermerlar? Fermerlar oilasidan. Sen ustimdan kulmasanmi? Men sana ustingdan kulayotganim yo'q. U oddiygina fermerlar oilasida tug'ilgan va o'sha yerdagi kondagi maktabda o'qigan. Shu xolosmi? Afsus. Menga keladigan bo'lsa, Tatsuyadagi oxirgi bossning o'g'li edim. Biz shahar tashqarisida bambuqlar bilan o'ralgan uychada yashardik. Qaroqchi bossi avlodi bo'lish. Hamma o'zini olib qochardi. U buni zo'r deb aytdimi? O'shanda men hech qachon maqtov eshitmagandim. Bu birinchisi edi. Musashi mendan o'zini olib qochmadi. Bir tomondan meni har doim yonimda turadigan do'stim borligi meni juda xursand qilardi. Va bu tentak do'stimni deb menga hayot butunlay boshqacha ko'rinishni boshladi. Bu ajoyib. Ha. Lekin nimaga Musashi atrofdagilar bu suylarni yomon ko'rishni bilsa ham sen bilan do'st bo'ldi? Bilmadim, menimcha uni ota-onasi shunaqa tarbiya berishgandir. Lekin ular ham unga o'xshagan biroz tentakroq edi. Ularni atrofdagilarni gapirishiga hech qanaqa qiziqtirmasdi. Ular menga va meni ota-onamga yaxshi munosabatda bo'lishdi. Lekin baribir ular bir kun kelib kasallik bilan o'ldi. Afsus, ular juda yaxshi odam edi. Nima bo'ldi? Shunchaki, men hech nimani tushunmayapman. Seni gaplaringdan xulosa qilsam, Musashi oddiy oilada dunyoga kelgan. Ha, nima qilibdi? Unda nimaga? Kititsu qilichida uni rad etishyapti. Ha? Biz unga yordam bera olmaymiz agar sababini bilmasak. Ha? Menimcha to'g'ri gapiryapsan. Musashi, umid qilamanki, yana biz bilan birga bo'ladi.
Ko'raylikchi, nima bo'larkan? Janob. Ha? No. Inakoe Shiro. Men yegulik olib keldim. Rahmat eshitmoqchiman. Inakoe Nanao. Ajoyib! Hammaga bayram qilamiz. Qizil sochliga nima bo'ldi? Ha, uni chuqurga tashlab yubordim. Tushunarli. Nima? Nimaga bunchalik xafa bo'lsan? Shunchaki u men bilan juda muloyim bo'lgandi. Yana gaplashishni xohlagandim. Ha, men ham biroz uyalyapman. Sen hijolat so'zini tushunishingni bilmas ekanman. Kel topaman. Bolakayga yaqin kelgansan va qulog'iga lag'monni ilib. Men ham rad etilganlardanman. Qora kristal senga qanaqaligini his qilyapman, shunga o'xshash. Va buni hammasi yolg'on. Sana baribir aldab bo'lmaydi-ya. Sen o'ta ketgan ablahsan. Yagona jiddiy yondashadigan narsam bu kitit so'qilichlari. Va sen shu bolakay ichidan topding o'zingni ma'budingni. Ha. O'sha men qidirgan obsidian ma'budasi. Sen bunga aminmisan? Adashgan bo'lsang-chi. Ya, bu safar bunga aminman. Unda nimaga uni bolakay ichidan chiqarib olmading? Juda ham jo'zvorasan-da, janobim. Azizam, bekor o'tgan vaqtimizda bu hayotimizning bir qismi. Men tezroq tugatishni ma'qul ko'raman. Men bo'lsa, qora kristalni qo'lga kiritmoqchiman. Ha, mayli biroz aylanib keling. Qo'ynano, bu yerga qarab tur. Tushunarli. Janobim bu bolakaydan qilichini olish uchun urug'ni olish maqsadida qilgan. Bolakay uchun afsusdaman. U dahshatli qaror qabul qilishi kerak bo'ladi bu chuqurlikda. Bu chuqurning oxiri qayerda? Qancha vaqt o'tganini bilmayman. Lekin men shunchaki taslim bo'la olmayman. Chiqishni topishim kerak. Yo, aniq bo'lish kerak. Mana u. Man to'xta oldim. Lekin bu qilish nimaga bu yo'da? Sen bunga aminmisan? Yoki o'zini butunlay yo'qotib, qora kristalga aylanishi mumkin. Nima qilganda ham u tirik qaytmaydi. Jenursan, tanamni xuddi tosh bosayotgandek og'irlashyapti. Botdan qanday chiqsam ekan? Bu holat xuddi qilish sinovdagi holatni eslatyapti. Nima qilsam ekan? Og'riryapti. Ozgina qolganda hushimdan ketardim. Yo'q, men hushimni yo'qotmasligim kerak. Qani yuqoriga. Va yana bu kristallar menga yordam beryapti. Chuqurdan bemalol chiqa olaman. Ha, men bu yerdan hozir chiqaman. Bu yomon g'oya. Hozir yashirinishing kerak. Kim bor bu yerda? Nima yana shu yerdamanmi? Sen shu yerda men bilan qolishing kerak. Yo'q, sen meni tashqariga chiqishimga yordam berishing kerak. Men do'stlarim oldiga qaytishim shart. Sen hech nima qila olmaysan. Senda kurashish uchun kuch yo'q. Sen faqat ularga xalaqit berasan. Men baribirga ham qaytishim kerak. Sen menga keraksan deb aytdim. Buni oldin ham ko'rgandim, esladingmi? Eslaysan-ku, to'g'rimi? Eslaysan. Eslaysan.
Bu Onajon, iltimos uyg'oning. Onajon. Qanchalik dahshatli kasallik edi. Bu ko'plab odamlarning hayotini olib ketdi. Bularning hammasi ularning janobiga to'liq ishonmaganidan bo'ldi. Ularga ma'budlarning qahri tushgan. Axir o'zing ko'rgan eding-ku, ularni o'zini qanaqa tutganini. Endi bu bolakay bilan nima bo'lar ekan? Yaxshisi, uni yaqinlari olib ketish kerak, agar bo'lsa. Hech kim bunaqa bolani o'ziga yaqinlashtirmaydi-ku. Tushunmadim, nimaga seni boqishimiz kerak o'zi? Lekin men haliga yo'qol, botga qaytib kelsang o'lasan. Biyolaga umuman qaytib kelma. Amaki, xolajon, menga qolishga ruxsat berganinglar uchun rahmat. Men qo'limdan kelgancha yordam beraman. O'tin chopib, sovib kelaman. Faqatgina bitta shart bilan sen bizning uyda qolasan. Mayli, roziman. Hech nima qilmaysan. Bu Sinani yoniga aylanib bolasini o'zimizga olish. Bu ahmoqlik. Boshqalarni oldida o'zingni ko'rsatishga harakat qilsang o'lasan, tushundingmi? Ha, tushundim. Lekin Kazira va qariya bilan do'stlashishim nimasi yomon? Menga shuni tushuntirib bering. Bu bola hech nimani tushunmabdi. Yana nimani kutganding bu yaramas bolasidan? Men Kanamiki oilasi haqida gapirishim mumkin emasmi? Bu senlar bilan do'stlashganimga. Uydan ruxsatsiz tashqariga chiqmaysan, tushundingmi? Va shaharda ham bizlar bilan gaplashmaysan. Tushundim. O'chir ovozingni. Sen javob bermasang ham bo'ladi. Xo'p. Xayrli tong. Qani turinglar. Nonushtaga nima? Amaki! Bu o'sha sen boqib olgan bolami? U axir o'sha yaramas oilaning bolasi-ku. Va bunga qanaqa rozi bo'lding o'zi? Senga qancha aytishim kerak o'zi? Ko'chada bizdan uzoqroq yurdi. Allanati, yuringlar, ovqatlana qolaylik. Azizam, idishni uzatib yuboring. Sovib qolmasidan oldin yeb ola qolinglar. O'zimma xuddi ruhdek his qilyapman. Hech kim meni ismim bilan chaqirmaydi. Hech kim menga qarab jilmayib qo'ymaydi. Men bir narsani tushundim. Agar senga hech kim e'tibor bermaydigan bo'lsa, bu o'lim bilan bir xil bo'lar ekan. Nafas ola olmaysan. O'zingni tirik his qila olmaysan. Kim bo'lsa ham menga qarasin, iltimos. Iltimos, kimgadir kerak bo'lish xohlayman. Men ham kimgadir yoqish xohlayman. Lekin kimga? Men Kazira, qariya. Ularni ko'rish xohlayman. Sen bitta ish qilishingni xohlayman. Nima desangiz ham qilaman. Men foydali bo'lish xohlayman. Unga tosh ot. Shunda hamma senga yomon qarash to'xtatadi. Sen bizga isbotlashing kerak. Ota-onangga o'xshamasligingni. Qani, otaqa. Otsenchi! Ot! Otsenchi! Qani ot! Ot. Otidam. Tezroq otsang bo'lmaydimi? Ot. Otvoman! Bo'laxo! Ot dedim. Ot. 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 Ot dedim. Yare! Hamma bo'lsanglar o'lishi kerak. To'g'ri, u to'g'ri aytdi. To'zoqda yonlaring bo'lsanglar. Musashi. Sen o'shanda unga tosh otganding. Chunki sen o'shanda hech kimga kerak bo'lmagansan. Sen nima bo'lsa ham qilishga tayyor eding o'shanda. Nima bo'lsa ham. Mana qanaqasan.
Bo'shi bo'lish xohlayman deyasan, lekin bu shunchaki bahona. Do'sting bilan birga qolish uchun shunaqa emasmi? Yaxshi, hozir buni qilamiz. Men xursandman, chunki orzuyimizni amalga oshira olamiz. Men ular bilan birga bo'lishni xohlayman. Katanami yoki buzilami, buni hammasi shunchaki do'sting bilan birga qolish uchungina. Hech nima o'zgarmadi o'sha kundan beri. Sen hech qachon Kititsu qilishni ishlata olmaysan. Bundan keyin sen faqat ularga ortiqcha yuk bo'lasan. Afsusdaman sen uchun. Yagona seni jangga bo'lgan ishonchingni sindirishga, xotiralaringga qaytishga o'zi kifoya qiladi. Agar sen bu yonni tark qilib jangga borganingda meni qo'lga kiritishlari mumkin edi. Chunki sen bilan biz bir butunmiz. Shuning uchun shu yo'lda butun umrga yashirinamiz. Sen bu siyla va maxluqlar o'rtasidagi jangga aralashishing shart emas. Bu kesinmi? Nano, Nima? senga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kititsulik qilishni topganing uchun. Bu senga. Janobim, Uni o'g'irlab oldim. buni etish shart emas edi. O'ta ketgan ablah. Keyingi qism. Bu sen hayot usuli.